Qachondan beri qanday og'riqni ayting? Mana shu oyoq faqat mashinadan uchaman. Ucha bilan oyoqqa beryapsiz. Shu bilan tortgan bo'laman. Undan og'rib turadi? Yo'q, og'rimaydi. Bir 2016-yil girajak sanoq ishga yurtashganda girajak ko'rsatuvda bu davolanuvni yaxshi ketadi, og'rimay ketadi. Umuman bilinmay ketadi. Keyin mana shu 3-4 oyda. Uyga ketay dedim, ketolmadim. Uyga ketishda bo'lgan og'riq kuchli. Hozir qachon uyga yetib borar ekanman deb Kim bo'lmasa, uyingizga yetib borasiz. Bosh buyoqda bo'lsin, pastga qarab o'ting. bunday ekan. Shu yoqda yoting. Bojongiz kelib ketgan nega kitobdan? Yakkaboq. Yakkaboqdan bojamni akasi kelib ketgan. Harakat qilib bo'sh qo'yishga. Bosh qo'ying chapga. Bosh qo'ying. Bosh qo'ying, tekrar bosh tutishning ham chapga qo'ying. O'zingizga bir yurib ko'ring, keyin davom ettiramiz. O'zingizning holatingizni bilaylik. Bormi? Chap oyoqda og'riq bor deb yotibsiz? Qo'yardi. Qo'yibordimi? Bemalol o'tirib turavering. Qo'lini oldiga qilib ushlamasdan o'tirib turing. Vaqtgina bormi? Siz bemalol o'tirib tura olasizmi yo'qmi? Yo'q, o'tirib turaydi. O'tirib mashina bo'ldim-ku. Bo'ldi. Endi akansa o'tirib bemalol o'tirib. Ko'p yuraman-ku. Tinmay qizdirgandan keyin bir o'tirib, bir ishni bajarib sira turib ketaman. Hozir kelgan paytingizda o'tira olmassiz, siz o'tirolmayman. Hozir bemalol o'tirasiz. Oldiga keling. Bemalol gavdalarni chapga, o'ngga qarang, o'sha chap oyoq og'rigan-ku. Siltang chap oyoqni, o'ng oyoqni siltang. Qo'rqmang. Shu boyaginasini ishlasa qo'yadi. Shunga shuncha qilib yakkaboq ketolmayapsizmi? O'tirolmadim. Aytdim siz hozir boshlig'ingizda ham. O'tirolmadim. Yoting. Hijoma ham qilish kerak. Xohlasangiz hozir qilaman, xohlasangiz diqqatini ham bir marta kelishingiz kerak, o'sha payt qilaman, xohlasangiz keyin qilasizmi? Yakkaboq qildiring, farqi yo'q. Yo'q, o'zingizga kelaman, men Men navoda deyapman-da. Yo'q, sizga kelaman. Qancha tushuncha? Ifodaga qarab o'ting, ifodaga qarab o'tib nima deysiz? Men sherdaman, o'zi yaqin ekan, men o'ylagan Oqdaryo desam, juda o'zi. Men Oqdaryo qaraydi bizlar. Mana shuni bemalol yotolmagansiz, to'g'rimi? Umuman yotishni lozim. Oyog'imni ko'tarsam qolaydi hozir. Mana ko'tarib karavotga qo'yib 5 minut yotaman, 5 minutga yana bu tomonga yiqilaman ham qo'ymaydi. Bu yoqqa 2 dan keyin yo'qlagan yo'q. Soat 2 dan. Kakras endi hozir taksiga o'tirasiz, ketasiz, endi ketib olasiz qishloqqa. Taksi yo'qlab ketasiz. Ishlasa bo'lmaydi-a? Ishlasa bo'lmaydi. Ishlasa bo'ladi, yengilroq ishlash kerak. O'tirib ishlasa bo'ladimi? Yotib, o'tirib, yurib hamma ish qilsangiz bo'ladi. Faqat azob bermang. Qo'rqmang, nima qo'rqyapsiz hozir turishga? Og'riqqa o'xshab turyapsiz-da, xuddi anavi. Mayli, karavotda ushlab, burma yerda tushirib olib, shunday turib, yo'q, qoldi 3 kun. Men bir kun Saltrivichga borib turadilar. Shunda hozir ehtiyot bo'lib tushyapman. Adak hech narsa qolmagan, shu anavi qilyapsiz. Ozgina urgan joylarini ustiga olib paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Qo'yadi. Albatta, bojangizga rahmat aytasiz. Shu yerda ekan. Telefon qilib olding deb dedi.
Mine dedi, taylak deydi de. Ha. Ben atlı bilmeyerek sana elime sana Taşlaq da bizni qishloqda taşlaq. Mana shu uyqashda tushunmay o'rgangan. taylak diye bir yardım